Insoniy birodarlik va dinlararo muloqot xalqaro hamjihatlik omili shiori ostida O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasida madaniy ma'rifiy tadbirlar haftaligi boshlandi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2010-yil 20-oktyabrdagi rezolyutsiyasiga muvofiq fevral oyining 1-haftasi dinlararo hamjihatlik haftaligi, 2020-yil 21-dekabrdagi rezolyutsiyasi bilan esa 4-fevral Xalqaro insoniy birodarlik kuni deb e'lon qilingan. 6 лет тому назад был 6 yil avval Birlashgan Arab Amirligida musulmon va nasroniy dinining mashhur yetakchilari tomonidan imzolangan hujjat hamda BMT tomonidan qabul qilingan bir qancha rezolyutsiyalarda bag'rikenglik, ko'p millatlilik va konfessiyalararo birdamlikni qo'llab-quvvatlash hamda barcha dinlarda kuzatiladigan ekstremizm va murosasizlik holatlarini bartaraf etishga chaqirilgan. O'zbekistonda esa diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik hamda aqidaparastlik mavzusiga hamisha jiddiy e'tibor qaratiladi. Shu bois akademiyada insoniy birodarlik va dinlararo muloqot xalqaro hamjihatlik omili shiori ostida ma'rifiy haftalik o'tkazilmoqda. Hozirgacha ushbu tadbirlar doirasida insoniy birodarlik va dinlararo muloqot xalqaro hamjihatlik omili mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman, Milliy madaniy markaz vakillari ishtirokida O'zbekiston bag'ri keng diyor mavzusidagi davra suhbati bo'lib o'tdi. Talabalar teatr studiyasi tomonidan esa Seni yetim emassan spektakli namoyish etildi. Ma'rifiy haftalik davom etmoqda.